O'zi umuman olganda mana bugun bizda 5-kunimiz. Ertaga uchib ketamiz Toshkentga va menda shu o'tgan 5 kun qanaqa taassurotlar bo'ldi, qanaqa qiziq voqealar bo'ldi, hammasini mana shu qisqa sizlarga video davomida aytib beraman. Yo do'stlar, barchaga salom. Bugun salom shart emas, ketdi. Tak, do'stlar, men hozir ofisimdaman. Ofisga kelib, bugun narsalarimni yig'ishtiryapman. Hozir bir hafta ofisda bo'lmayman. Qadrdon hamkasblarim o'zligicha ofisda qolishadi. Men ham ketaman-da. Istanbulga ketyapti. Istanbul. Meni kutib ol. Abi. Yana nima bor edi? Ana trend bor-ku. Nimadirim? Ashkim. Ha, ashkim. Uzr. Umrim. Buni qo'yib kelaman, taqvo qilib, varada qilib kelaman. Qizil chapga ham kiy boshingga, qizil chapga. Manda qalay. Обязательно chaqalarga bundoq pichirni bergan. Foniga qanaqa o'ziga qo'yasang aytaymi? Serдце moё. Serдце moё. Reysim tungi 12 va 1 orasida nasib. Uyga borib endi sumkalarimni yig'ishtirib, chemadonlarimni yig'ishtirib, kiyimlarimni joylab davom ettiramiz, ketamiz. Biz aeroportga yo'lga chiqdik. Xudo xolisa Java bilan. Bugun Java menga shofyorlik vazifasini bajaryapti. Nima deyishardi? Elituv xizmati vakili. Ha, hozir biz Ma'ruf akani olamiz va Chig'atoyga borib patr olib, endi yo'qda baribir halol ovqat nisbatan kamroq va arzonroqga tushish uchun bu yoqda mayda-chuyda narsalar olamiz Karsinkada. Chig'atoy bozoridan patrlarni oldik, xudo xolisa. Ma'ruf akam bilan birga yo'lga otlanyapmiz aka, mana bunaqa qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bilamiz, bu yoq ishim ham yaqinda oldilar. Oldiz-a? Bu boshqa narsa o'sha bo'ldi. Bu iPhone menga kerak emas. iPhone menga gaplashish uchun kerak, kamerasi kerak emas iPhone. Yo'q, hozir kamera o'tib ketdi. Oke, iPhone yoki professional kamera. Voy, professional kamera iPhone'ga bog'lab boradi. Voy, bo'lib ham $1000 kamera oldim. Zivion 2. Zivion 2. Astagfirullah. Shunaqa mana qo'yadi. Xullas hozir Karsinkadan o'zimga qurt oldim, tushonka oldim, go'sht oldim, ozgina sneklar oldik va nimaga Vyetnamda halol ovqatlar topsa bo'lgani bilan, masalan, Turkiyada yurganingizchalik libbo joydagi ovqat yeb keta olmaysiz. Ayniqsa men, masalan, men Tailandda bo'lganimda baliqni parda pishirib yeyishadi-da, qovurilgan, masalan, biz qovurilgan baliq yeymiz, ya'ni o'zbekchadagi Xorazm baliq yeymiz. Unaqa emas, parda pishirilgan. Endi o'zi aslida eng sog'lom ovqat shunaqa deyishadi, parda pishgan. Lekin menga to'g'risi qiynalganman, shuning uchun maksimal o'zim ko'proq sneklar oldim. Endi aeroportga go. 2 og'iz blok, 5 blok. Ana katsen ham bo'lsin. Ketishyapti-da, 2 yo'llik bundan ko'rsatadi. Mana 11 ekan hozir, 11:10 bo'libdi. Boya aytdik-ku, videoni boshida men 24-da Turkiyaga chiqib ketsam, hozir men bazaviy standart bilimdan o'rganyapman. Nima qilish kerak, qanday qilish kerak. Jo hayron bo'lyapti, sizlar sayohatga ketyapsizlarmi yo ovqat g'amlayapsizlarmi? Zombi virus boshlandimi deyapti. Endi men birinchi marta ko'ryapti sayohatga chiqish oldin nimalar bo'lishini. Endi ana oldin chiqqanlar bo'lsa bilishadi, rostdan ovqat bu O'zbekistonda masalan bemalol, bu narsa magazindan olib yeb keta olamiz-ku. Yo'da magazindan olingan tez tayyor bo'lgan lapsha, rolta, xotlanchlarimiz bor. Unaqalari ham yemazadi. Yetkazib turganingizmi? Endi ochaman mana. Bor, bor. Hozir bor. Hozir bor. Birinchi kontent. Birinchisi debyut qilamiz, birinchi kontent. Debyut polchiniga siz men xursandman shunaqa debyut dedi ishtirok etayotgan. Debyut. I got you moving like you're going to the. I got you moving. I got you moving. I got you moving. Story qachon qilasan? Qachon ma'lum bo'ladi san? Bugun xudo xolisa ertaga yo'lga borganda stories qo'shib boshlaymiz. Bugun bu yoqda urishsak bo'ladi. Addushi rahmat. Yozgi dachaga bemor. Yozgi dachaga chiqamiz. Xullas, uje ketishyapti. Bar gaplaring qo'ymayman. Qo'ymaysizmi? Yo'q. Yetib olasizlar. Bo'pti. Mana hozir sim karta olyapmiz ham. O'tani asablarni qarang, qo'ymas. Rasmini olaman. O'zbek nomeringiz aka. Ayari sir bo'lsa. Bu undan tashqari chamodoningiz ham bormi? Yo'q, chamadon faqat. Nega ishonmadingizmi? Bor ichida. Registratsiyadan o'tib oldik, biletlarni oldik, sim karta oldik. Ha, endi 1:50 da uchamiz. Nomeringiz nechi aka sizni sim kartangiz? Hamma telefondan o'z kamerada olishdan qarang. O'zingizda bo'ring. Zolotoy nomer. eSIM olishning nima foydasi bor, Ma'ruf aka?
esim olishdimi? Bezovchi 20 arzon ekan. Soat kechki 1 bo'ldi va biz reysimiz 1:50 da. Hali 50 minut bor. Duty free aylanmoqchimiz birpas. Arzonga kofe ichmoqchimiz. Eng arzon kofe nech pul ekan? Nima deb o'ylaysiz? Eng arzon kofe bu yerda 80 ming bo'lsa kerak. 70 ming. 70-80 ming. Men nima ichaman aytaymi? Raf. Raf. Nechta o'zi kofe? Anaqasini bilasiz. Men bilganlarimmi? 10 tacha chiqadimi? 3 в 1, 2 в 1, 4 в 1, Nescafe qora achchig'i, McCoffee Gold. Xashaklan so'ramayapti-ku. Ular xashaklan so'ramadi. Men seriyozli kofe ichaman lekin. Xashaklan so'ramadi bu. Amerikano, cappuccino. Flat white, latte, Matcha. matcha. Matcha kofe emas. Bilasizlarmi shuni? Tushunmaysizlar-da. Ha? Odil Benazam. Akalar video olib yuraman, qarshi bo'lmaysizlar, rozilikni olib qo'yaman. YouTube qo'yasizmi? Calling an old friend and draw a number. Just break it open, confuse the other, embrace discomfort and change the focus. Forget your lines, we're changing places. Wishing I could run before I learn to run, but maybe it's okay to not know it all. O'zi boshida meni Vyetnamga kelish rejam yo'q edi. Uchishimiz taxminan 3 kun oldin aniq bo'ldi. Deylik, aniq 3 kun oldin aniq bo'ldi. Nima bo'ldi? Boshida Mirfayyoz aka bilan birga deyarli bitta binoda o'tiramiz, ishlaymiz va mana shu inson bloger taklif qildilar. Vyetnamga ketamiz blogerlar bilan, texno blogerlar bilan. Yuring, borib dam olib kelasizlar. Men endi hayotda tushunishlik uchun 3 kun oldin hech qachon juda muhim ishlarni rejalashtirmaganman va uncha-munchaga risk qilmaydigan odamman. Sal tabiatan biroz qo'rqoqroqman risk qilishdan. Risk qilmayman hayotda uncha-munchaga. Qilaman endi. Juda ko'p o'ylanib, endi o'sha risk emas u. Juda ko'p o'ylangandan keyin o'sha risk bo'lmay qoladi. Tavakkal bo'lmay qoladi. Oxiri ko'ndim, mayli. Mendan nima ketdi? Shu 5 kun, shu Toshkentda ham o'tib ketadi, 6 kun. Bu yoqda ham o'tadi. Bu yoq Vyetnamga borib mazza qilganingiz yaxshi, chem Toshkentda qolib afsuslangandan ko'ra bizning storieslarimizni ko'rib dedilar. O'yladim, to'g'ri aytibdilar. 5 kun shundoq o'tib ketadi. O'zi ishda ham ancha vaqtdan beri performans tushib ketgandi, stress, tushkunlik kayfiyatida yuruvdim. Endi baribir odamga sayohat, ishdan uzoqlashish o'zi aslida ishga juda katta yordam beradi. Ya'ni siz ishdan uzoqlashganingizda, ishni o'ylamaganingizda yaxshigina miya dam oladi va ya'ni ishga qaytgan paytingizda anchagina yaxshi performans bilan, anchagina yaxshi kuch bilan ishlay olasiz. Aynan shu narsa menga kerak edi va men bunga rozi bo'ldim. Tur paket olindi, tur paket olayotgani ketayotganimizda va bitta muammo chiqib qoldi. Odil dedilar Mirfayyoz aka, faqat bitta o'z uchar ekansiz. Hamma bilet olib bo'lgan, faqat aynan o'sha kunga bilet yo'q, samolyotga bilet yo'q. Siz ertasi kuni bitta o'z uchib ketishingiz kerak ekan deb qoldilar. Bu ham yana bitta o'ylantirdi meni va bundan tashqari mehmonxona ham alohida bo'ladi. Ya'ni 6 ta blogerlar bitta mehmonxonada dam olishadi. Men tanishlarim, do'stlarim, men alohida. Oradagi masofa 2,5-3 kilometr. Endi bunaqa holatda umrimda ikkinchi marta chetga chiqishim. Shu ikkinchisi. Bundan Tailandda bo'lganman. Hayron bo'lganman. Keyin nima bo'ldi? Nima yechim keldi? To'xtay Mirfayyoz ketdim. Balki boshqa boradiganlar ham bordi. Chaqirib ko'ramiz boshqa blogerlarni ham dedim va paydo bo'ldi blogerlar. Jahongir aka, Zafar aka-ukaga telefon qildik. Ma'ruf aka Tekmob o'ziga telefon qildik. Ular ham tayyor turishgan ekan, sayohat istab turishgan ekan. Keyin boramiz deb qolishdi. Shu bilan bilet olindi. 3 kishi bo'lib, to'g'riroq 4 kishi bo'lib keldi. Ya'ni bitta o'zim kelayotgan joyimda, o'zimdan tashqari 3 ta sherik topdim-da. 6 ta inson, 10 ta bo'ldik. Ya'ni 10 kishilik jamoa bilan birga Vyetnamga keldik. I got a whole lot of cheese on my nuts. Look at that covered in garlic. That mean that money in Viza olish kerak ekan, viza ko'chirtamiz. Xullas biz 4 kishiga $100 bo'ladi, vizani o'zi $25 Bir yilda kelarmikan? Agar sizlar ham bizning turga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, Odilnazarov turga yozilinglar, joylar cheklangan. Avtorskiy tur qildimi? Ha. Keyin kompyuter bilan gaplashaveramiz. $700 foydalanamiz, kishi boshida. O'zi ham lekin do'stlar 2 soatdan oshiq pasport kontroli o'zida qolib ketib qoldi, chunki viza olish kerak. Bu yoqda taxminan $30 vizaga to'ladi va 200 tacha odam bor. Bor yo'g'i bir 4 ta xodim ishlayapti. Pasport kontroli o'zida ancha o'chirda turdik. Mana soat 1 bo'ldi. Endi Gastinisaga yo'lga otlanamiz. Da, прикольный. Aeroport yomon emas. Biz aeroportga ketmaydi baribir. Xullas do'stlar, Vyetnam aeroportidan chiqib oldik 2 soat deganda va hozir biz avtobus kutib turibdi. Avtobusimiz to'g'ri mehmonxonaga olib borib qo'yadi. Havo qanaqadir issiq-a? Havo issiq, lekin vlajniy emas Dubay. Prям qaynoq. O'zimizdagi yozga o'xshaydi. Avtobusga joylashyapmiz. Inson qotib ketyapti Vyetnam haqida gapirasiz.
hal qilib berdi. Halqib berdi. Suv desayroq bo'laymi? Suv desayroq bo'ldi. Yaxshi suv olib keldi. Endi ko'proq tupuraman aytmayman. Ne yoqmayapti sizga kemasingizdan? Musor xizmat ko'rsatish. Aeroportdagi servis 0, -100. O'zbekistonlik zo'r bavraylar. O'zbekistonlik sal bo'lsa ham yaxshiroq deb bundan. Onasi ham so'z. Sal emas, yaxshi deyvering, maqtayvering aka. Ta, Gaznitsaga yo'lga chiqishga otlanamiz avtobusda. Gaznitsamiz nomi? Venetta. Venetta gaznitsasi. Shu joyda kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Qo'llab-quvvatlab borish kerak. Zafar o'zi faqat shu uchun chaqirishadi. Birovlar kanaliga obuna bo'ldirib turishadi. Gap yetish uchun chaqirishadi. Xullas, botda $100 $2,600,000 so'mdan ham 2 baravardan. Misol uchun biza 10 ming so'mga, misol uchun 05 kola olib ichadigan bo'lsak, botda 10 ming $ga. Tushunasizlarmi? Bizga 5 ming so'mga aylanadi bu. Deb kayf qilamiz. Xullas, bizning gidimizni aytishi bo'yicha plyajda ehtiyot bo'lib yuringlar, narsalarni qoldirib ketmanglar. Masalan, sumka-pumkalarni qoldirib hammangiz o'g'il tushib ketmanglar. Kimdir qarab tursa, atasiga deb tushuntirib qo'yaptilar. Chunki bu yerda o'g'irlik holatlari ko'p bo'lib turar ekan. Kontrol qilinadigan joylar bor. Masalan, o'tlarda ham baribir kimdir tekshirib turmaydi, o'zingizga ehtiyot bo'lib qo'ying deb ogohlantirib qo'yaptilar va bizga moped uchmaslikni, skuter uchmaslikni rekomendatsiya qilyapti gidimizda. Xos sababi Zafar shu turib beradi. Xullas, nimaga? Chunki bu yerda Vyetnamdagi odamlar ko'proq bizani vinovat qilishar ekan. Aybi xalq o'zidan emas-da. Bizda teskarisi-yu. Misol uchun bizda u kimdir chetdan kelsa, "Voy chet el ekan" deymiz. Bu yerda "Voy chet el ekan" deyshar ekanda, sekin unga qo'yib yuborishar ekan. O'shanga bu yerda endi biza ehtiyot bo'lish kerak ekanda. No bitta olib ko'rish kerak baribir. По-любому. Bir kuni kechasi ketdi deb machetalar bilan. Prava международный prava deyapti. U qanaqa международный? Bizdagi qanaqa u? Faqat O'zbekiston. Prava emas deyman. Aha. Отдельный документ qilishingiz kerak. Oddiy prava. Hozir atelga yetib keldik, nomi Ventana. Mana nihoyat to'g'ri yetishdi. Kimdir mana Ventana. Montana resepsiondamiz. Vendette. Bizga sinin xizmat ko'rsatyaptilar. O'zbekcha biladi? Ha? Yo'q. Oldin bu odam qanaqa zo'r sifat olib borayotgandi. Ilmiy. Sal oddiyroq gaplashyapti. Nimaga? Atelligini tako'ying, yoki? Nima deysiz? Yo'qotdim, ko'rinishi. Ne настроениеңiz? Zapski totdimi? Yo, charchadim. Hali xonaga kirmadi, yana bilmaymiz qanaqaligini. Biz olgan otel 4 yulduzli otel ekan. Hozir kirib xonani ham rum tur qilamiz. Xonaga chiqib oldi. Ro'zi yomonmiz? Balkon yo'liga chatyapti. Bizga resepsiondagi qizga almashtirib beraman xonalarni. Vaqtinchalik o'tirib turinglar dedi. Tushunishinglar uchun aytaman, bu videoni 3-marta yoshim. Birinchisida yorug'lik yomon bo'lib qolgan, ya'ni kameraga qaramayman, quyoshga teskari turib qo'yaman, yuzim qorong'i bo'lib qolibdi. 15 minut gapirdim. Ikkinchisida zapisni bosmasdan yana 20 minut gapiraman. Va bu menga alam qilyapti. Xullas, tushunishinglar uchun aytaman, soat 6 da men plyajda edim. Tongda odatda plyajda odam kam bo'ladi, kun davomida odam ko'p bo'ladi, video ololmayman. Issiq, kechqurun qorong'ida ham video ololmayman. Chunki erta tongda kelaman deb odam kamida men shu videoni yozib olaman deb keluvdim. Noto'g'ri o'ylagan ekanman. Niyatchangi, ya'ni shahar yarmi shu plyajda hozir. Ko'rishingiz mumkin. U yoq boshidan bu yoq boshigacha erta tongda odamlar. Soat 6:30, taxminan 6 da ham shu ahvolida, 6 dan oldinroq ham shu ahvol. Quyosh bilmayman, 1 soatdan oshdi quyosh chiqqaniga. Bu shaharda odamlar kunni juda erta boshlashar ekan. Men o'ylaganimdan ham ko'ra. Odatda Toshkentda soat 6:30 da yoki 6 da markaziy joylar yoki dam oladigan joylar, odamlar to'plangan public joylar bu darajada zich, bu darajada pik bo'lmaydi. Hozir kunduzgidan kam emas odam plyajda. Men o'ylashimcha, endi turistlar asosan o'zi kam 1 hafta bo'lamiz yoki 10 kun bo'lamiz, nari borsa 2 hafta bo'lamiz. Maksimal dam olinglar, uxlayvermasdan obedgacha deb ertalabdan kunni boshlashar ekan va quyosh botgandan keyin sekin tarqab ketishadi. Va bu tomonda tongi badan tarbiyali qilishyapti, yugurishyapti, qanaqadir fitnesslar, ko'proq ayollar, bilmayman, yogami bu qanaqadir mashg'ulotlar o'tashyapti. Qanaqadir guruh bo'lib. Vyetnam 2-kun bugun Orolga yo'l olamiz.
Vietnam birinchi kun haqida fikrim, Vietnam juda ham issiq do'stlar, dengiz oldi bo'lgani uchun, tropik mintaqa bo'lgani uchun havo juda ham nam issiq. Shunaqa terlab ketasizlar ko'chada va yana bittasi shahar juda ham jonli atmosferada. Haqiqiy hayot qaynayapti shaharda, turistlar juda ham ko'p va juda ham yonyapti hayot. Narxlari ham juda qimmat emas. Tailand bilan solishtirganda Tailanddan ham ko'ra arzonroq narxlar. Kechani o'zida taxminan bir 300 yoki 400 ming so'mlik xarajatlar bo'ldi. Ovqatlandik, bir nechta joylarni aylandik, yana mayda-chuyda narsalar oldik. Ichishga misol uchun suv bo'lamizmi, unaqa ko'p xarajatlar ketmayapti. Vietnamda bitta narsaga e'tibor berishingiz mumkin. Mehmonxona binolari juda ham baland va juda ham ingichka qilib qurilgan. Masalan, bu bizda yotgan mehmonxona binosi. Bugun biz Orolga yo'l olyapmiz. Hozir ikkinchi guruh do'stlarimizni oldiga ketamiz mehmonxonaga. Mana bu opadan biz ichishga smoothie oldik. 25 dong. Voy! Tekinga banan berdilar. Kichkinaligini qarang buni. Bu qanaqa sorti bu? Kichkina, vaqtdagi odam yeydigan. Odam yeydigan. Tekin. Thank you. Mana buram, zo'r yetishlar. Rahmat opa. Vietnamni menga yoqqan yana bitta tomoni, har qadamingizda mana bunaqa smoothielar bor. Sveji, fresh, tarvuz, mango, ananas, xullas hammani tropik mevalardan tayyorlab berishadi va mazasi просто naturalniy tarvuz. Tarvuz? Naturalniy tabiiy tarvuz. Biz hozir mana shundan ichki tur sotyapmiz va qayerga boramiz qarligi? Wimper. Aksent bilan aytish kerak va bu bilet bizga hozir taxminan so'mda 570 ming so'mdan tushadi kishi boshiga. Hozir bizlarni mashinada Orolga olib boradi. Orolgacha bo'lgan joyga yo'qdi. Kanatdan o'tamiz Orolga va Orolni aylanamiz. Biza 5 bo'lib ketdik. Yoshlar ko'p qo'yiladi. Yoshlar kutolish. WhatsApp yo'q odam do'ndozlik o'ynasin bo'ldi. WhatsApp yo'qmi? Menda WhatsApp bor. Bo'ldi, menda ham bor. Keluvdi bilet olgan. Biz mana shu Wimperl oroliga hozir tur oldik va bu yerda ko'rishingiz mumkin, bunaqa turlar juda ko'p. Xo'p, agar siz Vietnamga keladigan bo'lsangiz, mana shunaqa turlarni sotib olsangiz, har xil joylar bor. Masalan, biz hozir ketayotgan orol, aytganimdek, Wimperl oroli bizga yaqin joyda ekan. Ertalab sizni mana shu tur olgan joylardan olib ketishadi va kun davomida o'sha boradigan manzillarda bo'lasizlar, vaqt o'tkazasizlar va ketish payt yana shu kelgan joylarga o'ziga tashlab ketishadi. Ichki turlarda bu yerda mana Phuket bor ekan, Dalat, Phuyen, Quy Non, Li Son, To, Candao, Phan Rang, Wimperl nomlari ham bir qizig'i. Bizda Yandex Taxi ommalashgan, hamma Yandex Taxi ishlatadi. Vietnamda bo'lsa bu Maxim Taxi. Lekin men Grab chaqirdim. Grabmi bu? Maxim keldi. Grab ham bu xuddi o'sha Uklon, Yandex bilan o'xshagan narsa. Yuandanda How much ticket? Ticket how much? Nice price, good price. Anh đã mua vé rồi đúng không? Taksi aka bizga WhatsApp nomerlarini berib qo'yaptilar. Если что, taksi chaqirmalariga o'chirib Lekin o'zi muammo emas. Bemalol Grabdan chaqirsak bo'ladi. Xuddi Yandexga o'xshab ishlaydi. 2 minutda keladi. Bu akani hozir chaqirsak xudo biladi qayg'urda yurgan bo'ladi. Uzoqda bo'lishi mumkin. Endi tirikchilik aka. Klientlar ba'zan ko'paytiryapti. Klientlar ba'zan ko'paytiradi. Mabodoga endi ishlaymay qolsa, yo'q bo'lib qolsa WhatsAppdan chaqiriladi. Do'stlar, sizlar ko'rayotgan bino orqali biz kanatga o'tiramiz va kanatdan Wimperl oroliga o'tamiz. Suv bo'ylab bino ichiga kirib oldik. Maksimal tezroq borib qo'ymaslik uchun mana shunaqa zigzag yo'llar qilingan ekan. Orvela. Yo'qdir, meni zam videosi tushamiz. Nazariga Baqirma. Kimdir tug'di hozir bor. Oga, sayohat haqida taassurotlar. Voy, maza bo'pti. Ayniqsa mana bunaqa 10 ta yaqin o'rtog'inglar bilan maza qilarkansizlar bor. Hoji Akbar, sayohat haqida taassurotlaringiz? Zo'r bo'ldi. Orolga tezroq yetib borsak maza. Emotsiya qanaqa dengiz ustidan kanatda o'tish? Uyqum kelyapti. Bo'ldi, zo'r. Jahongir aka nimaga? Sinchao. Sinchao. Chotki bo'pti, aka. Zo'ldir sostav yig'ilib olganmiz. Menga gapirtirmaysiz, chotki. Bo'pti. Ma'ruf aka. Sayohat haqida taassurotlaringiz aka? asosan
Hali o'chirilmasa. Ya o'chirsa anaqa taassurot zo'r, faqat kechqurungi hayot bo'lmadi. Juda ham ko'p taklif bo'lar ekan. Lekin men ham hozir endi boshqacha taassurot olish niyatida ketyapmiz. Bugun do'stimizning anaqasi ekan. Lekin kechqurungi hayot haqida eng muhimi siz Odilli videosida chiqyapsiz. anaqa, mani ko'proq chiqar, iltimos. Ko'proq joylarga qo'ying mani. Alo. Hozir mana 10 kishi Orolga ketyapmiz, mana hozir 10 kishi. Hozir mana hammani ko'rsatdi Odil, bu yerda bir nima deydi, bir 3 millionga yaqin odam bor bo'lsa kerak. To'g'ri, 3 millionga yaqin auditoriya bor. Hozir mana shu Orol haqida polni storiesda qo'yamiz, lekin stories bu videoni ko'rayotganingizda u storiesda o'chib ketgan bo'ladi. Onlayorga beraman mikrofon. Menga so'z keldi. Mani kim? Prosta bomba, chunki bu mani birinchi ilk chetga chiq sayohatim bo'ldi. Mana shu jamoa bilan. Boshqa chiqmayman bilaman. So'zni texnoquloqqa beramiz. Sizlarga taassurotlari sayohat haqida ikki og'iz. Menga yoqdi. Hallakamga qarab, menga yoqdi. Xullas, men Odil akaning rasmiyalarini qo'qyapman. Hozir videoda bittasini aytib o'tishim kerak. Bu video chiqmasa kerak deb o'ylayman, lekin men ham shuncha YouTube'ga video olganman, chetga chiqqanimda hech qaysini battashib qo'ymaganmiz. Agar ko'rishayotgan bo'lsa shu chiqqanligi. Ko'rishayotgan bo'lsa, demak, like bosib qo'yib qo'yish kerak. Mana hozir masjidga bolalarga bir ikkitasiga taalluqli qanaqa qilib 2 kunning ichida 3 marta massaj olish mumkin? Ha, o'zim me'mordan aytaman. Bunaqasi bo'lmagan. Juda zo'r. Bunaqa baxtga har kim ham loyiq bo'lmaydi. Misol uchun sen operatorsan. Bunaqa joylarni ko'rmagansan. Gapiraman Twitter boshlab. Mana operator bo'lib, mana shunaqa joylarga yetib kelish nasib qildi lekin. O'sha akalarga ko'rayotgan bo'lsangiz, aka, noto'g'ri gapirgansiz lekin shu kuni. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi Gollywoodga o'xshab Wimperl degan katta yozuvni Orolli tepasiga o'rnatib qo'yishgan. Va bizdan lekin Magic City eslatyapti lekin. Oroldan ko'rinib turadigan mana shu manzara o'ta go'zal ekan. Menga yoqdi juda ham. Taxminan do'stlar, men 2 soatcha mana shu plyajda uxlab qoldim va hayotimdagi eng yaxshi 2 soatlik uyqu deb buni men e'lon qilaman. Chunki suvni shildirashini ovozida, dengiz suvini ovozi eshitiladi, uxlash boshqacha relaks berar ekan lekin. Xullas, kadrga uncha sig'mayapti, obyektiv kichkinalik qilyapti. Mana shu Zafarli parashyutda tushyapti. Biz ham sinab ko'rmoqchimiz, Ma'ruf aka bilan. Ozgina qo'rquv bor. Atak, menda ham birinchi soatga. Men oldin uch ko'rmayman, parashyut. Prosta armon qoladi, tushsam qoladi bu. Men mikrofonimni olishdan chiqib qolibdi. Men ham uch ko'rmayman. Bir parashyutdan qo'rqaman ozgina. No qarayapman, vроде mabodo tushib ketsak ham suvga tushamiz yo'q-a? Yo, to'g'ri, lekin balandligi ham katta-da. Endi baribir Ko'ramiz. necha ming kilometr yo'l bosib keldik, shuni tushib ketdik aka. Davay, uchamiz. Ketdi. Yo! Tushga tayyorgarlik. Parvoz oldi. Hayajon bor, qo'rqyapman ochig'i. Bitta o'zim uchadigan bo'ldim. Marbaga ikkalamizga og'irlik qilar ekan. O'shaning uchun qo'rqyapman lekin qaraqaga o'zaman. Вообще zo'r, вообще prям zo'r. Mana shu qattiq uch olish kerakmi? Yo'q, umuman qo'yib yuboring. Maza qilib billa buni qo'yib olsangiz maza qilib tushasiz. Da, hozir biz ham tushdi, uni ham kadrlarni ko'rasizlar. Dron oldingizmi? Qale, hayajon yo'qmi? Ozgina. Yaxshi shansi bilan. Men lekin ani tepalardan sakib yurgan bolaman, bari shunda ham qo'rquv, dengizda qo'rquv bor-da. Aka, omad tilaylik. Omad. Ai casini ci pensiamo domani. Porta l'estate, che profumo tra i capelli, baci quelli belli che sanno di rum, rum, I baci belli che sanno di rum, rum, Fammi cantare. Ai casini ci pensiamo domani. Torna l'estate, camicia hawaiane, fuochi sul mare, i brividi sanno di rum, I brividi sanno di rum, I baci belli che sanno di rum. Hayotimdagi eng zo'r dam olish bo'ldi. Adrenalin. Katamaran tushdik-ku. Anaqa o'zingni bezopaslik his qilasiz. Nima duch keldi Orolga? Kanat. Katamarandim mana. Lekin hayotimdagi ikkita muhim kun bor. Birinchisi mana 3 ta ekan. Uchinchisi mana shu kun bo'ldi.
Yana chiqib berardim lekin bora. Meni o'z yoshlikda fobiyam bo'lardi, parashyutda sakrash. Shu fobiya qisman yengdim desam ham bo'ladi, chunki endi bu to'liq parashyutda sakrash emas-u, balandligi ham unchalik baland emas, lekin qisman yengildi. Eplasa bo'ladigan narsa ekan. Nima bo'ldi? Shaga. Tushmaganimda attang bo'ladi. Ovozligi qolmadi va badanini bor. Qarshi turishingizni eshitib. Lekin mana o'rtasiga borganda bitta suvga tiqargan. Bilay, muzlonmanda. Men yana qilishlar oyog'im kuyib tapishga olib keldim. Mayli, operator ham oyoq kuyibdi lekin. Haqiqiy adrenalin, dopamin. Nima garmon bo'lsa hamma ishladi. Ha, xullas ana baxt garmonlari hammasi ishladi bu yerda. Ha, 700 mingcha atrofida bo'ldi. Biz hozir dronlarning kadrini olishimiz kerak. Telefon yozingizmi? Yo'q. Telefon olib kelishimiz kerak. Kecha telefon olib kelamiz. Bitta. Assalom deganda ochilar gullar. Assalom deganda sayraydi bulbullar. Bugungi dam olish kuningiz qanaqa o'tdi? Zo'r o'tdi. Ancha-muncha ish qildim. Hayoliy va hayosiz odamlar bor ekan bu yerda. Yoqqan nima bo'ldi? Hayosiz odamlar. Ikkita narsa. Birinchisi jet, mazaq haydadim. Ikkinchisi uchadigan, 4 kishi mazaq uchadigan anaqada attraksionda uchdi. Hozir qolganlarni tasdiqlaying uchun. Yo'q, nimaga? Xo'p, yoqqan bugungi aktivity nima bo'ldi? Xo'p, menimcha parasailing bo'lsa kerak. Sizga ham, menga ham eng yoqqani, o'sha parashyut, который jetki bilan uchiradigan parasailing deyiladi. O'shani narxi bizga qancha bo'ldi? 1.800.000 donga tushdi. Bu va buning ichida dronda kamerasi ham bor, syomkasi ham bor. Qaytishda jetskida, nima desa bo'ladi, gidroskuterda ham qaytib olib keladi. Bizi общий 1.800.000 don so'mda 900.000 so'm bo'ladi. Buni taxminan 800.000larda, ikkiga bo'lsa 400.000 so'mdan maza qilgan bo'lamiz. Menga eng yoqqani, xullas nomini bilmayman, lekin unaqasiga aylantirib tashlaydigan gorka bor ekan akvaparkda, suvli. 8 ga o'xshaydi-da. Tepaga olib chiqadi, pastga olib tushadi, o'shanda maza qilib uchdik, 4 ta odam. Biz 2 marta uchdik. Boya uchdik. Sizlar uxlayotgandinglar plyajda. Undan keyin yoqqani, hali boshqa yoqadigan narsa qilmamiz uncha. Akvaparkda maza qildik, xullas bugun suvli kun bo'ldi. Endi mana kunni qolgan yarmini, 3dan 1ni to'g'rirog'i mana bu gorkaga ketyapmiz. Tog'li kun bo'ladi. Umrimda birinchi marta flamingolarni jonli ko'ryapman. Televizorda emas, dunyo bo'ylab yoki National Geographic'da emas, jonli ko'ryapman. Rostdan ham pushti bo'lar ekan ular. Chunki ular o'zi oq tug'iladi, ovqatlanib, katta bo'lib rivojlanguncha garmon ishlab chiqaradi. Garmonlari pushti rangda bo'lgani uchun tanasida pushtiga aylanadi va Odil aka xos hayotda birinchi marta flamingo ko'rayotgan bo'lsalar, ular ham Odil akani birinchi marta ko'rishadi. Shu 2 kun ichida men Vyetnamda ko'rgan eng go'zal manzarani hosilaga ko'rsataman do'stlar. Mana shu 5 kunlik, to'g'rirog'i 6 kunlik dam olish hayotimdagi ikkinchi sayohatim bo'lgan bo'lsa, hozirda eng yaxshi sayohatlarimdan biri deb ayta olaman. Men bor-ku, men u qizga yozmoqchi bo'lsam, deydi-da, keyin profilida 28 ta davlatga borgan, aktualniy turgan bo'ladi-yu, bolalar samotsengasi tushib ketadi. Men 2 ta davlatga borganman, hozir maqtanib qo'ydim o'zimcha. Minus avri. Yomon emas, Xudoga shukr. Yurt ko'ryapmiz, sayohat qilyapmiz, dunyo qarashlarimiz o'zgaryapti. Turli xil insonlar, turli xil madaniyatlarni ko'ryapmiz va baribir tavakkal qilish kerak. Sayohat yaxshi narsa, har tomonlama tavsiya qilinadi sayohat qilish. Men o'zim ham o'ylardim, sayohat uchun ko'p pul kerak, masalan, kerak ochig'i aytaman. Masalan, o'sha topayotgan pulimizni yig'ibmi, orttiribmi yoki bemalol yetadigan bo'lsa, o'shani ajratibmi, sayohat qilishdan menimcha pulimizni o'zimizdan qizg'anmasligimiz kerak deb hisoblayman. Imkoniyati bo'lyaptimi, ozgina bo'lsa ham boshlash kerak sayohatni. Ikkinchi marta sayohatga chiqayotgan o'rtog'ingni storiesi. Endi bilmadim, oxirida qanaqadir aqlli gap aytkim keldi, balki rostdan ham aqlli deb tuyulgandir sizga. Chin ko'ngildan aytdim lekin. Bizni Vimperal oroliga bo'lgan bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men juda charchadim to'g'risi. Haqiqiy aktivniy oddix uchun Vimperalni men tavsiya qilaman. Moskva, Vyetnam kelganida, aynan mana shu Nechanga kelganida Vimperalga kelmasdan ketmaylar. Vyetnamdagi eng qulay va eng arzon transportlardan bittasi bu mana bunaqa velosipedlar. Yo'lovchilar bizni oldida o'tirib ketamiz. Xavflilik darajasi juda baland, lekin zo'r, adrenalin. Vyetnam 3-kun bugun biz Ventani o'zimizning oteldagi terrasaga chiqdik, ko'milishga. Terrasani hozir manzarasini ko'rsataman.
To'g'risi 3-kunga kelib ozgina charchab qoldik, chunki kecha va o'tgan kuni juda kam uxladik. Chunki bugun uxlab mana hozir soat 4 ga yaqin ko'chaga chiqdik. Bugun plyajda cho'milamiz. Niyachangdagi plyajga yetib keldik do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Plyaj juda ham katta, juda ham uzun va juda ham yaxshi, akkuratli. Atmosferasi vaqti zo'r. Hozir uje quyosh botyapti, qorong'i tushish arafasida. Suv shunaqa zo'r, iliq, muzda emas. Vibe lekin dahshat ko'rishingiz mumkin. Pumba va pumba. Timon va pumba emas, pumba va pumba. Mana Timon. Vyetnamda o'zbekcha kechki ovqat. Bu tovuq jarkob, zakaz qildi Aliye salat va men manti yegim keldi. O'zbekcha oshxonasidamiz. Bu yerda mana Zafar ko'pchilik o'ylaydigan halol ovqat topish qiyindir. Bizda nima qilamiz bu yerda? Umuman ovqat tanlagan. Ko'pchilik o'sha aytgan narsa neft bo'lyapti, chunki biz yaqinlarga bordik, ham bitta o'zbekcha ovqat joy, biz ko'proq mana shu o'zbekcha ovqatlanamiz, chunki ovqatlarimiz zo'r. Mazasi rostdan yaxshi. Mazasi ham, narxlari ham. Go'shtni ham o'laytishligi bo'yicha Toshkentdan olib kelishar ekan. O'zbekistondan keladi. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, biz mana bunaqa motolarni, mopedlarni rentga oldik va bu bizaga bir sutkaga so'mda hisoblaganda 75 ming so'mga tushdi. 68 ming. 68 ming. O'zini pulida 150 dong. Shundoq berib ketdi, o'rgatib ketdi, instruksiyalarni, bunaqa shlemlarni taqib olib. Kelganda gaz bo'lmasa ekan, bu o'zi benzin, uzr, gazdim, o'rganib qolganman-da. Benzin borib bizni zapravka qildi. Примерно 7,5 litr quyildimi? 7,5 litr quyildi va bu etishi bo'yicha 50 kilometrga yetadi. Lekin Stoydi. Vyetnam kelsa tavsiya qilamiz. Mana bizani Ventana Hotel. Shunda gaplashasizlar, hammasi legalni. 24 soatga ham olsanglar bo'ladi. Keyin ketaveradi, xohlagancha vaqtga olsanglar bo'ladi. Narxlari ham zo'r. Pasportinglarni olib qoladi, ikkita mopedga olsangiz uchta. Plus bu qulay bu yerda, chunki mashina haydagandan ko'ra moped haydash varsha qulay, juda qulay. Hamma moped haydaydi ko'chada. Hozir mopedda kechki sayr uyushtiramiz, Niyachang ko'chalari bo'ylab. Otra noche en Orlando, baby, déjese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Baby, sé que te encanto. Otra noche en Orlando, baby, déjese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Baby, sé que te encanto. Esa lágrima venga que te la quito. Andamos de fiesta, andamos loquitos. No vale la pena lo que dicen en la calle. Te envidia, mi reina, lo sabes. Yo, do'stlar, kechki vibe, kechki Vyetnam, Niyachang ko'chalarida moped uchish bu o'zgacha gashti bor narsa ekan. Agar mabodo kelsanglar, nasib qilsa, обязательно tavsiya qilaman bu narsani ham. Shahar, kichkina shahar, bemalol qo'rqmasdan uchursanglar bo'ladi. Yoqdimi? Qanaqa ekan taassurot? Diving qanaqa bo'ldi aytgan? Vashti xichu bo'ldi lekin. Ular suvni tagiga tushgan bu ertalar. Mashinadan ko'rdim. Yo'g'i? Ha, bir 30 tachasi yuruvdi o'shanaqa. Necha pulga tushdi? 80 dollar. 80 dollarga? 500 ming dollar. Bir soatcha suv tegdi bo'lasizlarmi? Videolar olib berdik. 40 mingdan ikkita bo'ldi. 40 mingdan ikkita. Achkilar ham bor ekan. Siz ishlamaysiz. Dubayda achki. Короче, вообще kayf, zo'r ekan. 50 km/soatga chiqargan tezlik. Mana speedometrcha 30 ko'rsatyapti. Qo'jak bariga qarasam 40 ko'rsatyapti. Baravar ketyapmiz lekin. 100% zaryadkasi 100 km ga yetar ekan. Mopedni bitirar ekansizlar-da, hamma ishlarni. Mana taksi qimmatroq uchib ketadi yoki ishga yursanglar uzoqqa borishga to'g'ri keladi. 62 ming. Xullas mana bitib ko'ringlar. Вообще kayf, mazza, hammaga tavsiya qilaman. Kelinglar, mazza qilib ketasizlar. Arziyda lekin olgan arziydi. Eng qizig'i bor, va taksi qilmoqchi bo'ldi-da, bolalar. Taksi qilib, qanday bir ikki pul chiqarganda, so'radimi? Olib borib qo'ysammi? Chiqibdi. Qo'ysam bo'ladimi so'radi, faqat 2 kishi eganda, aql yetmadi, bitta olib ketardi. Kelgan odam uchsin, uchmasin, arziydi. Arziydi. Aniq-a? 100 talik. Afsuslanmadingizmi? Yandex Go bo'lib yuribman reklama. Ha, sizga sariq? Men avariya qilishga ham ulgurdim, buni. Qirilayotishlar, ha. Alirovkachilar bormi? Men ham sindiribdilar olgan. Men yo'q ham ketdi eng qizig'i mana. 100 million rasmimiz bor edi. Ozgina rasmimiz bor edi. Kira qorish kerak lekin. Sug'urta yo'qmi? Yevroprotokol. Mana meniki. Toycho. Takoy, Mana bir mo'yka qilish kerak lekin, yag'ir chiqib ketdi.
Bu bozor Niyachangi underground bozori, ya'ni ko'p turistlar kelmaydi. Mahalliy aholi asosan bozorlik qiladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonlari shaharni u darajada go'zal emas. O'zimizni bozorlarning vaybini beradi haqiqiy. Marakuyadan, mangustindan 1 kilo oldim uyda Toshkentga yeyishga 70 ming ekan kilosi. So'mimizda, bizda so'mda aytayapman bu narxlarni. Suvenir bosib yubordik, magnitli 50 mingga berdi. Raid'ni shlyapalaridan qarovimiz. Opa, mana necha kun? 40 20 ming, 30 ming atrofida ekan. Futbolchilarni figurkalari ham bor ekan. Haaland, Mbappe, Realdagi Mbappe, Ronaldo bor ekan. Esta paradosa. Narx navoga keladigan bo'lsak, men 5 kun ichida taxminan $300 pul sarfladim. Bizda so'm bilan solishtirganda $100 obmen qilganda $100 2 million 650 yoki 660 dong bularni o'zini pulida. Bizda hozir 1 million 200 atrofida bo'lsa, bularda 2 million 600. Ya'ni inflyatsiyasi bizanikidan balandroq bilan 2 baravardan ham ko'proq. Eng biza qimmat sarflagan narsalar shu turni o'zi bo'ldi. Qolgani shahar ichidagi xarajatlar. Ya'ni o'rtacha kunlik oladigan narsa mana shu suvdan tortib eng qimmatigacha taxminan 15-20 dongdan boshlanib, ya'ni 6 ming 7 ming so'mdan boshlanib, nari beri qimmati 500 dong, ya'ni bizada 250 ming so'mgacha. Kunlik masalan ehtiyojlaringiz bilan ovqatlanishingiz, obed, masalan, tushlik qilishingiz, ishga bu narsa olishingiz. Спасибо. Спасибо большое. Niyachangda kechki plyaj juda ham atmosferniy bo'ladi, energiyaga boy. Ertalab soat 5 da ham xuddi shuncha odam bor. Kechqurun soat 12 da ham xuddi shuncha odam bor. Eng qizig'i har xil shoular bo'ladi. Olovlar, mana bunaqa qo'shular, kafelar, jazlar hammasi absolutno tekin. Endi baribir siz ko'rganingiz uchun o'zingiz yoningizdan donat qilishinglarni so'rab qolamiz va bizani ham kanalimizni bemalol qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Sizlardan faqatgina like bosib, obuna bo'lib qo'yish kifoya. Rahmat kattagon. Shu desanglar kecha skuterdan yiqilib tushdim. Kutilmagan holat bo'ldi. O'tganda o'zi bir ichimdan o'tdi. Ishqilib yiqilib tushmay palakat bo'lmasin deb duvdim. Trotuarda turibman. Yonimda peshxodda katta yo'lga chiqib ketishim kerak. Aylanib, ya'ni yo'lni o'ngga burib chiqib ketishim kerak va 10 minut oldin oyoqlariga zagar olganlari uchun krem surgandilar. U kremni yaxshi yuvmagan ekanlar, silishga nima yopishqoq bo'lib yotdi. Sirpanchiq bo'lib yotdi. O'tirganlar oyoqlari bilan. U skuterga tegan. Joyi qo'llari bilan ushlaganlar va katta ko'chada mashina tinmaydi-yu. Tez o'tib olaman deb bitta shunday gazni bosganlarni bilaman. Shunday boshqa yoqqa qarab turdim. Bitta qarasa chalbay o'yotdilar. Ya. Nimaga unaqa bo'ldi? O'zi gazni nomiga bosdim, qo'lim ana o'sha krem qo'limga o'tib qolgan, qanaqadir yo'l bilan gaz oxirigacha rushkasida bo'ladi-yu, mopedlarda. Shu oxirigacha aylanib ketib qoldi-da. O'zim tushunmay qoldim. 2 sekund ichida bo'ldi-da. Vuk ketib qoldi razgon bilan. Borib yo'l o'rtasidagi bordyorga urildim, sirpandim qanchadir yerda. Oyoq shilindi, tapchiga uchib ketgan. Nima bo'layotganini tushunmayapman deb. Tushunishing uchun men 4 metr, 5 metr radius ichida yiqilib tushdim. Turgan joyimda o'zi mashina yo'li teskina joyim. Tez ketayotgan joyimda urilib yiqilganim yo'q. Turgan joyimda просто burilaman deb uchib ketib qoldim. Katta ko'chaga chiqaman deb dumalab tushdilar. Birinchi bo'lib Uzgur aka skuterlarni kirayotgan paytlarida orqasidan velike burdi. Skuter orqasida kichkina faralari sindi. Xudoga shukr, hech qatimga hech narsa qilmadi. Skuterimga mazaq hadab yuraman desam, shu joyda skuter og'irlik qilib yerga dumalasa bo'ladi. Skuter ham shunday tushyapti-da, tormozi bilan tushyapti-da, tormozi degani dastaga bo'ladi, ushlaydigani bo'ladi. Sinib o'tiribdi va men 500 ming dongga tushdim. Va undan keyin kechki payt Mirfoyaz akalar dam olayotgan paytda odam urib yoribdi mashina priki. Imini o'sha joyida. Bu peshxodda bir tarixini o'rganib ko'rish kerak. Shunday o'sha kimnidir norozi qilib ketishmagan bo'lsa, om shantion bo'lib ketgan bo'lsa, bir kimdir asfalt sen qadrini qattan bilan. Lekin biz ozgina kulib eslaymiz-yu. No, yaxshi emas, balakat. Pulimiz ketdi. No, esda qolarli narsa bo'ldi. Story pamitda qoladi, miyamizda qoladi. Kulib eslaganimiz bu yaxshi, chem yomon eslaganimizdan ko'ra. Xudoga shukr, bundan battar ham bo'lishi mumkin edi. Mashina kelib qolishi ham mumkin edi. Lekin unaqa bo'lmadi. Demak, yaxshiligi. Vyetnamda men e'tibor bergan narsalardan yana bittasi, ko'pchilik kechki payt sohil bo'yiga chiqib mana shunaqa tusovkalar, patil o'tkazishadi. Kechki soat 12-1 gacha, taxminan undan kech bo'lmasa agar, vaqtda vaqt
qilishadi sohilda. Bugun Vyetnamdagi oxirgi kunimiz, ertaga ertalab uchib ketamiz Toshkentga, orqaga qaytamiz va bugun oxirgi marta shaharga to'yib olish uchun yana bir kechki sayrga chiqdik. Okay. Only one and two is this paper, two magazine. Taksomning ikkita berargan, okay? 40-40dan. Boshqaramizmi? Qog'oz qanaqa olib ketamiz? Mana bunaqa rasmga tushsa bo'ladigan apparat bor ekan va mana xuddi gazetaga o'xshab print qilib chiqarib berar ekan. Bu 80 ming dong. 30 ming 35 ming atrofida bizning so'mda. Chiqmas ekan 100 ming 200 berib yuboring. O'zingizdan ham bir ikki qo'shib yuboringmaydi? Oh, chiqadi. So small. Mana hamda chiqib keladi hozir. So small. Thank you. Mana ko'rishingiz mumkin, natijasi mana shunaqa chiqargan. Qaliroq yaxshi qog'oz ekan. O'zbek so'miga o'xshaydi. Прикольный. Eslariga zo'r. Aka, yegis kelyaptimi? Yeb berardim degan bitta bor. Interes bor. Bir hafta Vyetnamda juda maroqli o'tdi. Birinchi kun biz dam oldik plyajda. 4 ta odam yana qo'shildi. Vimperolga bordik, plyajlarda dam oldik, ovqat qidirdik, topdik. Mana eng zo'ri Toshkent ekan Vyetnamda. Restoranlardan povur aka вообще yoror ekan, shef povur ekanda. Kechqurun havo zo'r ekan, o'shanisi yoqdi. Salqingina, maza qilib, kunduz ozgina so'roq, nam. Bu video rostdan chiqadimi yo chiqmaydi, o'shanga qarab gap aytaman-da hozirga. Yo zo'r bo'ldi, maza qildik. Ayniqsa skuterlikcha yurganimizdan eng yoqqanlari bo'ldi. Men ko'p gapirib yubordim, qolganlardan eshitdinglar. Nima menga so'z berdingiz o'zi? Bir hafta zo'r bo'ldi. Yana qaytadan aytaman. Bu meni birinchi sayohatim. Birinchisi bo'lib qolmaydi, yo oxirgisi ham bo'lib qolmaydi. Zo'r, ko'taring. Bitta narsa muammo bor edi. Muammo hal bo'ldi. Boya Shumirfayozga aytgandek ovqat, Toshkentga restoran bor ekan. Mikrofon qanaqa? Yaxshi ish qilib DJ ekan. Tavsiya qilgan bo'lardi, faqat yeb ichari zo'r qilib olib kelish kerak ekan. Baribir o'zbek ovqat bo'lgani bilan O'zbekistonda emas. Bo'ladi, esa bo'ladi. Faqat ovqat to'g'ri gapirish kerakmi? To'g'ri gapirish kerak. Aytgancha danang, danang biz danangga bordi. Ya boshqalar bora olmadi. To'g'risi endi bilmayman, kimdir duh yetmadim, bilmayman. 10 soat avtobus yurdi. Ketdi mana, bitta transition ketdi. Jik o'tadi. Sinchao. Nanchang haqida gapirishdan oldin Danang haqida gapiraman, chunki mana 10 ta bloger kelgan bo'lsa, 10 tadan faqat 3 ta odam shu shaharga bordi. Nanchang shahri ham yaxshi, lekin keladiganlarga maslahat 2 kun shu yerda bo'lsanglar bo'ldi, yetadi. Kechqurun skuterda aylanish, Vimperol oroli, boshqa qiziq narsa yo'q. Boshqa qiziq narsalar bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Danang haqida ham bir ikkita kadrlarni qo'yadi bu videoga va u kadrlarda men chiqqan bo'laman. Meni videolarimni hali bu videoda ko'p ko'rasizlar. Bir haftalik Vyetnam vashti zo'r bo'ldi. Eng yoqqani diving bo'ldi. Baribir 2 metr chuqurlikda 40 minutdan 2 marta 80 minut suv tegdi bo'ldi. Vashti birinchi marta bo'ldi menda, shuning uchun vashti qiziq tuyuldi. Gap yo'q. Bu yerda chiqasizmi, kirsa yetmayapti. Masaj oldilaringmi aytlaring? Haqiqat ayon bo'lsa, qo'ymay masajni. Boshqa aytib beraman. Vyetnamga qilgan sayohatim zo'r bo'ldi. Blogerlar bilan maza qildik. Blogerlar bilan kelib turish kerak ekan. Vyetnam o'ziga kelish kerak, arziydi. Bu yerda urush bo'lgan joylar emas, bu yerda dam oladigan joylarda bo'ldi. Vyetnamni o'zidagi aynan Niachangda maza qildi, keyin Vimperolda maza qildi. Bolalar suzishga, boshqa narsaga borgan. Biz keyin Danangga bordi. Danangda ancha-muncha bizani olib borib kelishdi. 10 soat borish, 10 soat qaytish, yotib oladigan avtobusda u vashi alohida emotsiya unda ham. Siz bo'ladi. Shu yerda sizni ko'p yurmaysiz, reklamasi bo'lishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Reklamadan qizg'anmasanglar, ancha-muncha soqib qolishingiz mumkin. Shuncha blogerni yig'ib turib olib borsiz. 20 mingta like kelsa, Odil hammamizga grep qilar ekan. Davaysi bir 20 mingta like bo'lsa, agar mabodoga shu videoda bo'lib qolsa. Odil grep qiladi. Yo'q, grep emas. Bir yig'ilib bir Tailandga bir yaxshi niyatda bir borib kelmoqchimiz. Tailand to'g'ri kelyapti. Davay. Vyetnam haqidagi oxirgi fikrim aynan mana shu Niachang shahridagi menga yoqdi va men niyat qildim yana bir marta yoki undan ham ko'proq Niachangga albatta qayta tashrif buyurishni. Chunki bu yerda men oxirigacha juda ham o'zim xohlagandek hamma turlarni olishga ulgura olmadim. Nasib qilsa keyingi sayohatimda albatta mana shu maksimal ko'proq turlar olib, bir hafta davomida maksimal ko'proq yo'lda yurib, sayohatga chiqib, shu ichki turlarga chiqib, maksimal zavq olishga harakat qilaman niyat qildim. Keyin aytgandek, bunisi ham yomon o'tgani yo'q. Zo'r, davomiy bo'lish uchun o'zimga bir kichik maqsad qo'yib qo'ydim. Albatta Vyetnamga yana qaytib kelaman. Do'stlar, videoni shu joyda tugatamiz. Agar sizga vlog yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlang. Izohlarda video haqida fikrlaringizni yozib qoldiring. Albatta o'qib chiqaman. Kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Shu joygacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha